universitetida Job Fair o'tkazilmoqda. Keling birgalikda lavhalarni ko'ramiz. Karyera kuni, aynan shu karyera kuni Assalomu alaykum. Kompaniyamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Men ismim Dinara, Yoshlar ishlari agentligida ishlayman. Ya'ni amaliyot ofisi loyihasini yurgizaman. Amaliyot ofisi loyihasi o'zi nima desangiz, universitetdagi bitiruvchi talabalar va diplomga ega bo'lgan mutaxassislarni biz ish bilan ta'minlaymiz, ularga yo'nalish ko'rsatamiz. 3 oy davomida bizda amaliyot o'tashadi va o'zini loyihalari va startaplari bo'lsa, biz ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz. Amaliyot ofisini o'tagan talabalar qayerlarda ishlashi mumkin? Amaliyot ofisini o'tagan talabalar, misol uchun Yoshlar ishlari agentligining turli xil loyihalarida ishlashi mumkin. Misol uchun o'zini loyiha yoki tashabbuslari bo'lsa, biz u narsalarni qo'llab-quvvatlab, Yoshlar ishlari agentligining o'zidan loyihalarini rivojlantirib berishga ham tayyormiz. Davlat sektorlarida ham ishlash imkoniyati bo'ladimi? Albatta, Yoshlar ishlari agentligida amaliyot ofisi orqali ko'tarilgan talabalarimiz bor. Ya'ni Yoshlar ishlari agentligining markaziy apparatiga ham ishga kirgan talabalarimiz bor. Shu paytgacha biz ularni o'zini tashabbuskorligi va o'zini kuchli tomonlarini ko'rib turib va ularni ishga ta'minlashga harakat qilamiz va ishga kirishga ham yo'llanma beramiz. Misol uchun, ko'p talabalar keladi, men rezyume qilishni bilmayman, CV qilishni bilmayman, intervyudan qanaqa qilib o'tishni bilmayman, menga qanaqa qilib yordam berasizlar degan savolni berishadi. Biz u narsalarni qilish imkonini qilib berganmiz. Ya'ni biz orqali CV, rezyume va ishga kirish bo'yicha barcha ko'nikmalarni o'rganishadi, biz ularni qo'llab-quvvatlashga tayyormiz va amaliyot ofisi mana shu imkoniyatni yaratib bergan. Assalomu alaykum. Bizning kompaniya Deloitte dunyodagi eng katta 4 ta kompaniyalardan bittasi hisoblanadi. Big Four degan nomga ega. Bu kompaniyamiz klientlarga auditorskiy, financial advisory, tax advisory servislarni provide qiladi. Juda ham yaxshi. Kompaniyangizga kirish uchun talabalardan SSA sertifikatlari ham talab qilinadimi? Tak, kirish uchun SSA sertifikat o'zi talab qilinmaydi, lekin birinchi 3 ta imtihoni, to есть F1, F3 lari bo'lsa, talabga muvofiq bo'ladi, chunki qilayotgan ishlariga juda katta yordam beradi. Rahmat kattakon javobingiz uchun, omad tilaymiz. Assalomu alaykum. Kompaniyamiz haqida qisqacha ma'lumot berib o'ta olasizmi? Assalomu alaykum. Ha, bugun biz School 21 raqamli texnologiyalar maktabidan kelganmiz. Bizning maktab IT ni o'rgatish bilan shug'ullanadi. Hozirgi kunda 12 ta yo'nalishimiz bor. Dasturlanadigan va dasturlanmaydigan yo'nalishlar. Bu loyiha raqamli texnologiyalar vazirligi tomonidan moliyalashtiriladi. Maqsad O'zbekiston hududida sifatli kadrlarni, IT kadrlarning sonini ko'paytirishga qaratilgan. Juda ham yaxshi. Siz kompaniyasi ishga qabul qilayotganda tajribaga ham alohida e'tibor qaratadimi? Bizda ko'proq ta'lim muassasasimiz, lekin bizda amaliy o'rganiladi, ya'ni asosan amaliyot orqali o'rganishadi. Ishtirokchilar vazifalar bajarishadi va shu orqali keyinchalik ish beruvchiga, potensial ish beruvchiga o'z amaliy vazifalarini ko'rsatish imkoniyati bo'ladi. Assalomu alaykum. BTS Express kompaniyasidan keldik. Ismim Ibrohim, HR bo'limidamiz. Juda ham yaxshi. Bizda savollar bor edi. Ya'ni siz ishga qabul qilmoqchi bo'lgan talabalaringizdan nimalarni talab qilgan bo'lardingiz? Bugungi kunda bitiruvchi talabalardan yoki o'qiyotgan talabalardan biza asosan nima deydi, mantiqan fikrlashni talab qilgan bo'lardik va til bilimlarini, undan tashqari o'zlari o'qiyotgan yo'nalishlariga qiziqishlarini va asosan yo'nalishlari bo'yicha mutaxassisliklarni tanlashlarini talab qilgan bo'lardik. Rahmat. Ассаламу алейкум. Мы представители Aqua Group. Aqua Group занимается производством алюминиевых окон, а также сэндвич-панелей и строительных материалов. Bir yil ichida sizni kompaniyangizda ishlagan odam qanaqa o'zgarishlarga va imkoniyatlarga ega bo'ladi? На самом деле Aqua Group создает очень много возможностей для сотрудников своих. Это тимбилдинги, командировки, обучение, а также корпоративное обучение внутри офиса и вне офиса. Поэтому за год сотрудники довольно-таки очень хорошо развиваются как в своей сфере, так и в других отраслях благодаря возможностям в компании. Assalomu alaykum. Bizda Cambridge o'quv markazi, ya'ni O'zbekistondagi top o'quv markazlaridan bittasi. Sizni kompaniyangizda ishlash uchun eng muhim 3 ta skills qaysi? 3 ta emas, bitta skill aytaman, ya'ni rivojlanishdan qo'rqmaydigan insonlarni biz ishga olamiz. Assalomu alaykum. Najot ta'lim markazi zamonaviy kasblar o'quv markazi hisoblanadi. Ismim Sevinch, HR bo'limi a'zosi hisoblanaman. Juda ham yaxshi. Sizga savolimiz bor edi. Ya'ni ish faoliyatingiz davomida eng esda qolarli rezyume qanaqa bo'lgan? Eng esda qolarli rezyume to'liq sun'iy intellektda yozilgan va sun'iy intellektga berilgan savolini ham o'chirilmagan rezyume bo'lgan.
Shu rezyume juda esda qolarli bo'lgan, ya'ni to'liq sun'iy intellektda yozilgan. Berilgan savol ham o'chirilmagan. Najot ta'limga ishga kirish uchun ideal rezyume qanaqa? Ideal rezyume aniq maqsadi bo'lgan, ya'ni o'zini pozitsiyasini to'g'ri biladigan va ish tajribalarini yozganda o'sha ishxonada qanaqa jarayonni amalga oshirgan, ya'ni vazifasi nima bo'lgan, shuni to'liq ko'rsatgan va ish jarayoni tajribasini aniq sanalida ko'rsatgan bo'lsa, bu ideal rezyume hisoblanadi o'zi. Shunaqa. Rahmat kattakon javoblaringiz uchun.